Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun 14-mart 2026-yil. O'zimizni issiqxonamizda ichkaridagi qulpinoylarimizni salafandan almashtiryapmiz. Salafanlarimiz o'tgan yili tutgan salafanlarimiz quyoshda chirib, nurab ketibdi. Salafanni qo'yishdan maqsad namli to'shash, begona o'tlardan saqlash. Shu bahona almashib qoladi. Mana salafanimiz olib keldik. Salafanimizni kilosi 13,5 ming so'm ekan. Kiloga oldik, ko'pasiga kiloga olamiz. 1 metr qilib enini kesib oldik. Kesib o'rtasini teshib, ko'chatlarni tagiga yozib chiqdik. Mana shunaqangi holatda hamma joyda almashtiramiz. Mana bu eski nuragani, mana bu yangisi. Bir yoz chidab beradi. Keyin yana yangi qilinadi. Shu bahona kapelnilarni ham almashtiryapmiz. Xudo xolasa keyingi videolarda kapelnida almashtirish, keyin qo'yilgan paketlarda qanday qo'yish joylarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu eski holati, bu yangi holati. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib, like bosib qo'yinglar. Yanada bundan ham qiziqroq videolar chiqaramiz. Sog' bo'linglar.